Mana keldik, marhamat. Voy. Hop, mana. Uzr, pul olmoqchi edim. Uzringni pishirib yegan tushundingmi? Sen nima meni o'tmay qolgan tovarni bo'ylolmading? Beva bechoramanmi senga hali javob berasan qilgan qilig'ing uchun. Senga emas meni qo'lim ushlash tushundingmi? Hali qamataman seni chiritaman. O'rtoq Vohidov, siz Otamurod akaning qizlarini qo'lini ushlaganlikda ayblanasiz. O'z aybingizga iqror bo'lasizmi? Rostdan ushlayapsizmi? Pulni olaman, qo'lim tegib ketdi, para. Ya anaqa, ya sudya tog'a. Siz nima deysiz, jabrlanuvchi? Uylanadi qizim ya. Men sharmanda qildi bu. O'zi bitta qizim bor edi. Bugun qo'lini tekkizdi, indamaymiz. Erta ikkinchi qo'lini tekkizadi, indamaymiz. Nima qiladi ketdi. Qamash kerak bilan. Sudi bu. Qamang bilan. Shuni uylanmasdan, qalamasdan boshqa chorasini qilib bering. Mani oilammi, bola chaqammi, bitta xotinimmi? Jabrlanuvchi, boshqa choramiz bormi? Bor, ha, bor. Bu ishga tayyorman. Uylanmasam, qamalmasam bo'ldi. Mazza. Qattiq kiyar, qattiq. O'ylamayman. Olmishga kirib bunaqa mazza qilaman deb o'ylamadim-da, kiyav. Qizim, otam rahmatli meni shunday duo qilaydi-da. Bolalaringni rohatini ko'r deydi. Lekin seni rohatini yomon ko'raman-da, qarab mazza. Yo'q, tez. Har doim siz maza qilasiz. Men qachon maza qilaman? Keldik mana opajon. Aha, hop, mana. Ha, sochmaydi biron. Qachon yuribsiz? Sog' bo'ling.